Ish bilganga 1 tanga, gap bilganga 1000 tanga. HR tilida bu insonlarda soft skills bor, hard skills bor. Hardlar aynan sizning kasbingiz bilan bog'liq bo'lgan hamma ko'nikmalaringiz. Dasturchi bo'lsangiz, programmalashtirish bo'ladi, injener bo'lsangiz, qanaqadir texnik bilimlaringiz bo'ladi. Soft bu aynan hozir eng muhim, eng trendi bo'lgan bilimlar, muloqot bilan, boshqaruv bilan, moslashish bilan bog'liq bo'lgan ko'nikmalar. Ularni qanaqadir qilib o'lchash juda ham qiyin, chunki kasbiy hard bilimlarni bemalol test, yana nimadirlar qilib o'lchash mumkin. Nimaga hozir aynan soft skillslar muhim? Chunki hozir sun'iy intellekt tobora rivojlanib boryapti. Juda ham ko'p ish o'rnimizga qilish mumkin. O'shaning uchun birinchi navbatda moslashuvchan bo'lishimiz kerak. Ikkinchidan boshqaruv juda ham muhim. Biz xodimlarni, jamoalarni, loyihalarni boshqarishni o'rganishimiz kerak va eng muhimi bu muloqot qilish. Hamma hozir kommunikatsiyalar, networkinglar, tanish bilishlar, foydali tanish bilishlar haqida gapiradi. Hamma bilan to'g'ri muloqot qilishni bilishimiz kerak. Bu hammasi soft skillslarga kiradi. Hozir hardlardan ko'ra soft skillsni bilsangiz, uzoqroq borish imkoniyatingiz bor. Ko'proq narsaga erishishingiz, biznesingiz yanada ko'proq rivojlanishi yoki kasb jihatdan ko'proq narsalarga erishishingiz mumkinligi ehtimoli yuqori.